Mahalla odamlarning kundalik hayoti, muammo va ehtiyojlari yaqqol ko'rinadigan maskan. Bugun Buxoro viloyatida 2 milliondan ortiq aholi istiqomat qilmoqda. Hududda iqtisodiy faollik ortib borayotgan bir paytda bu jarayonlarning mahallalardagi real hayotga qanday ta'sir qilayotgani ham muhim. Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi deputatining Buxoro tumanidagi o'rganishlari davomida ayni masalalarga e'tibor qaratildi. Muammoni joyida ko'rish uning yechimini topishning eng qisqa yo'li. Gulshanobod va Zarmanoq mahallalarida mahalla yettiligi hamda aholi bilan uchrashuvlarda bandlik, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, obodonlashtirish va hudud rivoji bo'yicha masalalar muhokama qilindi. Gulshanobod mahallamizda drayveri chorvachilik va qishloq xo'jaligi yo'nalishiga mo'ljallangan bo'lib, 8 ta qishloq bor. Aholimiz soni 14 mingga yaqin aholimiz bor. 2261 ta xonadon mavjud. Hozirgi kunda tuman viloyat deputatlarimiz bilan deputatlik so'rov o'tkazib, mahallamiz obodligi bo'yicha barcha qo'limizdan kelgan ishlarni qilib bormoqdamiz. Navbatdagi manzil esa Gulshanoboddagi oilaviy poliklinika bo'ldi. Bu yerda aholiga ko'rsatilayotgan birlamchi tibbiy xizmat sifati, shifokorlar uchun yaratilgan sharoitlar, tibbiy jihozlar va dori vositalari ta'minoti o'rganildi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga tegishli tavsiyalar berildi. Xalqimizning hayotini yengillashtirish, xalqimizning o'rtasida rozilikni oshirish, shukronalikni ko'tarish va xalqimizning hayotini yaxshilash maqsadida yo'naltirilgan chora-tadbirlar. Albatta bundan tashqari hududlarimizdagi yoshlarni kasb-hunarlarga o'qitish, hududlarimizdagi yoshlarni tillarga o'qitish va bugungi kunda zamon talab mehnat bozorida yuqori daromadli maoshlar olish maqsadida ham ushbu ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Hududlarimizda istiqomat qiladigan fuqarolarimizning bandligi ham dolzarb masalalardan biri. Ushbu yo'nalish bo'yicha ham kuchli ishlar olib bormoqda biza. Ayniqsa xususiy tadbirkorlik, chorvachilik, issiqxonalarda oziq-ovqat va poliz mahsulotlarini yetkazish va mahalliy bozorlarni ushbu mahsulotlar bilan to'ldirish ishlari amalga oshirilib borilmoqda. Bularning barchasi ertangi kundagi xalqimizning farovon hayotiga olib keladi. Zarmanoqda esa yosh tadbirkorlar faoliyati bilan tanishilib, ularni qiynayotgan muammolar atroflicha o'rganildi. Bir so'z bilan aytganda, mahalladagi har bir muammo ortida inson taqdiri turadi. Shu sababli joylarda o'tkazilayotgan bu kabi o'rganishlarning asosiy maqsadi muammoni eshitish emas, balki uni amaliy yechimga aylantirishdir. Bugun bildirilgan taklif va tavsiyalarning ijrosi esa ertaga mahallalardagi real o'zgarishlarda namoyon bo'ladi.